Abbosxo'ja murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum qadrli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomiz keng tarqalishi uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Abbosxo'ja murojaat bilan chiqdi. Assalomu alaykum hammaga. Video davomida gaplarimni diqqat bilan eshitishinglarni so'rab qolaman. Men taraflama ozgina o'ylab ko'rishinglarni iltimos qilaman. Men umuman olganda Ko'kosh bilan Farg'onaga kelmasimdan oldin xayrlashib kelganman. Unda ahvoli yaxshi edi. Tuzilishi jihatdan yaxshi edi. Chunki Ko'kosh bilgan narsalarni men ham bilaman. Operatsiya masalasida keladigan bo'lsak, men boshida juda ham qarshi bo'ldim. Umuman hozir ham qarshiman. Aslida men Ko'koshga aytdim, Ko'kosh, sizni xalq shu holatingizcha yaxshi ko'rdi. Shu holatingizni o'zgartirsangiz, Xudo biladi, fayziz yo'qolib qolishi mumkin. Qildirmang shu operatsiyani, kerak emas. Undan ko'ra zallar gaplashib beraman deb aytdim. Endi hammasi Xudodan-da. Peshonaga yozilgandan hech qachon hech kim qochib qutula olmaydi. Toshkentda bor budim yonib ketdi. Bora olmadim, sababi men oilamni birinchi o'rinda qo'yaman. Har bir erkak menimcha oilasini birinchi o'rinda qo'ysa kerak. Menimcha shunaqa deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi bu yerga keladigan bo'lsak, mani ishim, mani kasbim. Ko'kosh bilan biza ijodimizga pauza berib to'xtatib turdik. Sababiki bolnitsada bo'lib qolganligi uchun. Men boshqa bilan ishladim. Charos va Abboslar bilan, blogerlar bilan ishlab o'z kasbimni davom ettirib ketyapman. Tasavvur qiling, kasbdoshingiz bitta ishxonada ishlaydigan odamiz kasal bo'lib qolsa, borasiz, ko'rasiz, lekin batamom yonida yura olmaysiz-da. Kecha kechqurun Instagramda gaplashdik. Hollarini so'radim. Hozir ham duodaman. Hamkasbim sog'ayib ketsin. Inshaalloh duodamiz. Bizga bo'lgan tuhmatlarga e'tibor bermasliklaringizni iltimos qilgan bo'lar edim. Endi dadam bu narsalardan xabar topib qolibdilar. Dadam bir gap aytdilar. O'g'lim, sen hech narsa emassan, hech kim emassan. Payg'ambarimizga ham shunaqa tuhmat toshlari otilgan dedi. Bu sinov. Bu sinovdan Xudo xohlasa birgalikda o'tamiz. Avvaldan ijodimni kuzatganlar meni juda yaxshi biladi. Ijod o'z yo'liga, hayot o'z yo'liga. Biza shaxsiy hayotda adovatli emasmiz. Bir-birimiz bilan urushgan joyimiz yo'q. Ko'kosh bilan so'kishib yoki tepishib ketgan joyimiz yo'q. Hammasi yaxshi. Kecha ham gaplashdik. Ko'kosh, siz kuchlisiz, sog'ayib ketasiz. Xudo xohlasa, eng muhimi sog'ligingizni ehtiyot qiling. Biza duodamiz. Men borganim bilan hech narsani o'zgartira olmayman. Men oilam, ota-onamni oldidaman. Fikrlarim tarqoq, to'g'risi ko'p gaplarni gapira olmadim. Erkak kishi hamma narsani ham aytavermaydi. Haqiqiy erkak dardini ichiga yutadi. Biza chiqib olib dardimizni aytaversak, erkakligimiz qayerda qoladi deb gapini tugatdi Abbosxo'ja. Qadrli tomoshabin, shu va shu kabi xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun video ostida like va podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Bizni qo'llaganlarni Allohning o'zi qo'llasin.